Mashinasi bor bolalar tushunadi. Ayniqsa mashinasida o'zidan ham ko'p oshnasi ko'proq foyda ko'radigan bolalar bor. Oshnasi ham eng yaqin oshnasi zerikib kelsa, o'tib kelgisi kelib qoladigan bolalar bor, bilasizlar. Otangiz ham mashinada 5 soat olib yursangiz, mashinani o'zi bergan bo'lsa ham bolam rahmat vaqt ajratganing uchun deydi. Omahalik bola emas. U bola mana bomdoddan xubtongacha aylantirib yurasiz. Kech paytga olib keldi-ya. Bo'pti, g'ildirasa ekan uyingga. Yo'q, qanaqa g'ildira, rahmat aytaysiz. Qanaqa rahmat? Bor eshitadi, mashina tursa odamlar g'alati o'ylab. Uying yo'qmi? Yo'q al. Voy, hech yo'q bir bezin qo'yib ber. Men seni Lo'likapaga borib kelganimda yer tugaydigan joydan bir mahalla mayog'dan qaytib keldik. O bezin archa bayram bo'lyaptim senga. Nima bezin qo'yib ber, bor yo'q al. Hech narsa aytmaysan. Chuqur hurmat senga. 5 ketdim men. 5 ketma menga, 5 ketma. Menga bir taqsim 2 ket, lekin rahmat ayt hozir mashina. Yo'q. Yo'q, umr rahmat aytmaydi. Mashinangizdan yana bir narsani urib ham tushib ketadi.